Assalomu alaykum qadrdonlar. Sizlar uchun tayyor biznes ekan. Ko'chmachi do'kon ekan bu. Hamma yo'g'ini tayyor qilib qo'ygan ekan. Bu ochiladimi, ochilmadimi mana bu? Oching. Bir boshdan ko'rsataylik-chi buni. Biznes qilaman degan akalarimiz uchun mana xoddoy, dumbil hamma yo'q sotib oladigan tayyor qilib qo'ygan ekan. Dokumentanniy ekan bu mashina. Xo'p. Mana ichlari tayyor. Kimga qiziq bo'lsa sotiladi ekan. Bu yoqda ventilator, suv hamma yo'qni qilib qo'ygan ekan. Bu tomondan ko'rinishlari. O'zi ukamiz aytayapti, aka menga 2,5 ming, 3 mingda atrofida tushgan. Hozir endi arzonroq berib yuboraman, deyapti. Xolasa shu dokumentdan yuradigan mashina ekan. Mana mashina tayyor. Ham buni qaysi viloyatga bo'lsa ketaveradi. Xudo xolasa ketaveradi aka. Puliga keladigan bo'lsa, puli nech pul endi uka? Aka o'zi 2,5 mingdan tepasida tushgan men. Aha. Oxiri aka odamlar yurib ishlatib masraf qilib turmasin, mana deganlar. Tayyor remontlarni qilib qo'ydingiz. Hamma svetlarigacha tushirgan, bitta svet qulab qo'ysa, rozetkalarigacha qilib qo'yganmiz. Aha. 700 aka eng oxiri qilib. 1700 dollar. Endi pulim yo'q uka, mana matchda olib ketaver desa, olib ketaverasizmi? Men uni telefon olsa gaplashaveramiz. Bo'laveradi. Telefon raqamingiz 99 99 978 978 9942 ga aloqaga chiqaverasizlar. Tayyor biznes.